Ya avvalambor assalomu alaykum. Hammaga yana bir bor mana navbatdagi zinamiz Hasanboyda joylashgan vintovoy zinamiz mana. Endi qisqacha ma'lumot berib o'tsak, joyimiz balandligi 435, 16 ta zina tushgan, 27 ta stupenka. Zinamizni eng qisqa joyi 1.20, 1.20 ga po'nna aylangan. Bu yoq past tomoni uy egalarini talablarga binoan kengaytirib beringlar deyishganda, xuddi shunday qilib chiqarib berdik. Birma-bir endi obzor qilib chiqamiz. Bu yoq devor tomoni ham avanniy bo'lgan, bu yog'i ham bitta gradusda aylantirilgan. Chekkaga mana 2 dona двойной qo'yilgan armatura. Armaturamiz plitaga kirib ketgan. Tepadan ko'rinish jarayoni bu. Kimdadir shunga o'xshash savoli bo'lsa, episaniyada telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.